eng qiyin kunimda deydi. Qo'limdan dunyo ketib, qo'limda hech narsa qolmagan paytimda deydi. 12 list daftarni olib chiqib bozorni boshida sotib uyga kartoshka olib kelardi xotinim deydi. Olib kelmaysizmi go'shtni, yog'ni olib kelmaysizmi derdi deydi. Bu kunlar ham o'tib ketadi, hammasi yaxshi bo'ladi deb deydi. 10 yil qo'limda pul bo'lmadi deydi. 10 yil bir narsani gapirmadi deydi. Qaynatam bilan qaynama oldida deydi. Hurmatimni tikka qilib qo'ydi deydi. Turib ko'rishinglar erim kelganda dedi. Mana bunaqa oliy janob ayollar. Men kampirimdan roziman deydi. Bir uy odam hammamiz ko'zimizga yosh oldik. Hammamiz yig'ladik. Allohim hayotimizga, qo'yni qo'ltig'imizga, taqdirimizga qo'shgan ayollarimizni bizlarga sadoqatli qilsin. Bizlarga qilayotgan xizmatlarini beminnat bajaradigan qilsin. Yana o'rni kelganda shuni aytaman. Bir ona aytayapti. Men bir kuni erimni bir gapidan xafa bo'ldim.